Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan birinchi darsimizda Tektronix Design Jacquard degan programma, ya'ni bu to'quvchilikda ishlatiladigan dizayn dastur hisoblanadi, CAD/CAM dasturlaridan biri hisoblanadi. Bu CAD/CAM dasturimiz demak Hindiston programmasi hisoblanib, bugungi kunda faol ishlatilayotgan dasturlardan biri hisoblanganligi uchun biz o'quvchilarimiz bilan mana shu yo'nalishda demak mana shu dasturni o'rganish bo'yicha ma'ruzalar tashkil etishni niyat qildik va shuni sizlar bilan bugungi kunda bo'lishib turmoqdamiz. Demak, Tektronix degan programmamiz quyidagicha ishlaydi. Buni biz sizlar bilan butun bugungi boshlang'ich demak birlamchi ekrandagi ish faoliyatini, ish taqdimotini tanishtirib chiqamiz. Demak, e'tibor bering, biz birinchi o'rinda yangi oyna hosil qilib olamiz. Yangi oynada bu yerda bizda 3 xil nimada keltirish mumkin: inchda, santimetrda. Kerakli o'lchamni qo'yib olganimizdan keyin piksellar qo'yib olinadi. Mana biz taxminan birinchi chiqarayotgan mahsulotimizga, ya'ni biz tuzayotgan dasturimizga 400 piksel atrofida balandligini, uzunligini saqlab, create yordamida shu birinchi ekranni hosil qilib oldik. Demak, bizda birinchi ekran hosil bo'ldi hamda bu ekran yordamida biz sizlar bilan chizish yoki bunga turli shakllar berishni ko'rib o'tamiz. Albatta, ekranimizning o'ng tarafida e'tibor bersangiz, mana colorda, ya'ni ranglar tanlash imkoniyatiga egamiz. Rang palatini ochib olib, ranglarni tanlash imkoniyatiga egamiz va buni o'tkazib, mana ixtiyoriy bir rangni tanlab oldikda, birinchi belgimiz, demak birinchi belgimiz to'rt burchakni chizish ko'rishni ko'ramiz. Bu yerga e'tibor bering, restange bor, border rest bor, fill back bor, fill four bor. Demak, to'ralasidan bittasi tanlanadi va ijod boshlanadi. Demak, restange'ni oldik. Uni vazifasi, demak, e'tibor bering, to'rt burchakni bir xil o'lchamda qo'yib chizib beryapman. Endi buni kattaytirsa bo'ladi, mana sonini kattalashtirdik. E'tibor bering, 16 qilgan edik, mana demak 3 dan 16 ga olib chiqdik. Bu demak 16 kattalikda bizga to'rt burchagimizni hosil qilib berdi. Qulf bor, qulfni ochib, keyingi ko'rsatkichni ham mana 23 ga chiqardikda chizdik. E'tibor bering, demak bizda parallel ravishda ikkita bo'ylamasiga ko'nalanga joylashgan chiziqlarimizni 23 ga o'tkazdi, qolganini esa 16 da saqlab qoldi. E'tibor beradigan jihati, mana yuqori va pastki qismlari yo'g'onlashdi, o'ng va chap taraflarimiz o'zgarmadi, oldingi holatimiz qoldi. Keyingi ko'rsatkichni ham 3 ga chiqarib, birinchi ko'rsatkichni pasaytirdik. Deylik 9 ga olib keldik. Buni ko'tarib 6 ga olib bordik. Nima hosil bo'ldi desangiz, bu yerda demak burchaklar soni ko'paydi. Mana bu 6 sonining evaziga biz 6 burchakni hosil qildik. Mana 6 burchakni. Demak, mana bu yerdagi son yordamida biz burchaklarni hosil qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Albatta, bu yerda 9 raqami bu chizilayotgan chizig'imizning qalinligini beradi. Ana endi bu yerda ellips chizish imkoniyatiga egamiz. Ellipsda bo'ladigan bo'lsangiz, aylana sikl yozuv turibdi. Undan tashqari 4 ta yozuv bor. Mana aylana chizdik. Ixtiyoriy aylanani chizib olish imkoniyatiga egamiz. Tozalab tashladik ekranni va border sikl qilib mana qo'ygan edik. E'tibor bering, aylanamiz chizildi. Endi mana bu holatda biz rangni almashtirdik. Yuqori, demak, aylanani belgilab turgan yashil chizig'imiz
o'rniga oq chiziqni tanladik va ichini mana endi ko'rasizlar. Rangini boshqa rang belgilab oldik. Mana. Demak, oq rangni o'rniga biz jigarrangni tanlagan edik. Demak, tashqi aylana radiusimizni jigarrang rangda, ichini esa yashilga to'ldirib chizib berdik. Demak, border circle belgisi bilan biz aylanani to'la hosil qilib, to'ldirib fon berish yordamida chizish imkoniyatiga egamiz. Agar shuni sirkl bilan chizganimizda mana e'tibor bering, o'zi ichida oq fon olar edi. Endi Feedback qanday chizadi? Feedback, e'tibor bering, yashil chizdi hamma tomonini, uni aylana atrofini, demak, jigar rangda tashlab ketdi. Filfosi esa xuddi shu yashil, demak, jigar rangda tanlangan rangimiz, ya'ni diametrni tanlagan shu jigarrang rangimizdan foydalanib aylanamizni to'liq rangga bo'yab berdi. Demak, birinchisi yashilga bo'yab bergan edi, ikkinchisi demak filfo bu ikkinchi rangga bo'yab to'ldirib berdi. Endi keyingi belgiga o'tdik. Keyingi belgiga o'tganimizda endi bu chizishni boshladik. E'tibor bering. Demak, qalamda biz chiziqlarni o'zimiz xohlagan ixtiyoriy joyga qo'yib chizish imkoniyatiga egamiz. Endi buni qalamni chizish qalinligini mana 8 ga olib chiqdik. 3 dan 8 ga olib chiqdik va qalinligini ortishiga erishdik. Mana shu narsani chizib olish imkoniyatiga egamiz. Qalamda chizib olyapmiz. Hop, outline'da turganda xuddi shu narsa edi. Endi border fill'da nima bo'ladi? Border fill'da ana endi ichini to'ldirib berishni boshladi. Demak, biz ixtiyoriy chizgan demak shaklimizni tanlangan rang orqali fonga to'ldirib, rang orqali fonini bo'yab beryapti. Ham ixtiyoriy ranglarni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana filfo nima bajaradi? Filfo esa xuddi shunday tashqi aylanadagi tashqi chizg'ichdagi rang bilan ichini to'ldirib beradi. Feedback esa yashil bilan, mana endi yashil bilan chizib, ichini yashil bilan to'ldirib beradi. Feedback o'zini rangini beradi. Undan keyingisi Bezier nuqtasi. Bezier nuqtasi nima qiladi? Mana tozalab olib chizib ko'ramiz. Birinchi chizg'ich. E'tibor bering, nuqta qo'ydik. Nuqtalarni o'zaro tutashtirish imkoniyatiga egamiz, lekin mana bu yerda maxsus o'zi belgilarni qo'yib berdi. Bu belgilar orqali biz to'g'ri chiziqni egri chiziqqa aylantirish imkoniyatiga egamiz. Mana ixtiyoriy burchak ostida aylana chiqarish imkoniyatiga egamiz va biz to'g'ri chiziqni aylana chiziqqa aylantirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Shu orqali biz turli imkoniyatlardan chiziqda turli holatlarni 5 talik, 6, 10 talik qildi. Buni 2 talikda turibdi. Bu nimani anglatadi desa, qalinlik eni bo'yicha, balandligi bo'yicha mana e'tibor bering. Mana ikkitaga chizib bergan. Buni agar biz nimalarda o'tkazib ko'radigan bo'lsak, bu yerda demak ikkita chizma, ikkita liniyamiz, demak, pastki chizig'imiz ikkita liniya bo'lgan edi. O'ng tomondagi, demak, yuqoridan pastga harakatlangan chizig'imiz esa mana 10 ta belgilaganmiz, 10 ta katakka moslab chizilgan. Demak, nechta balandligi bo'yicha nechta katak chizish imkoniyatiga egamiz va pastki chiziqlari bo'yicha nechta katak chizishga imkoniyatiga egamiz. Buni biz o'zimiz belgilash huquqimiz bor.
Agar shuni border fill qilsak, xuddi shunday, demak, ichini to'ldirib beradi. Fill for bir xil rangga, tashqi rangga bo'yab beradi. Fillback esa ichki rangga bo'yab beradi. Xuddi shu narsalarni ko'rish imkoniyatiga egamiz. E'tibor berganingizdek, demak, chizmalarni chizishni boshladik. Demak, katalog orqali ko'radigan bo'lsak, endi bo'ylamasiga tushgan chiziqlarimiz 16 tani, 10 tani beradi, bunaqasiga 2 tani beradi. Mana davom etamiz. Endi yonidagi ikkinchi freehand bizerni chizishni ko'ramiz. Mana e'tibor bering, chizmani tortib oldi, ochib tashladik, tortib oldik. Mana aylana shaklda har xil ellipsismon holatni hosil qilish imkoniyatiga egamiz. Bu ham boshqarish nuqtalarini beradi. Boshqarish nuqtalari orqali tuzatish imkoniyatiga egamiz. Uchinchisi, Bizer spine bilan chizishni boshladik. Mana nuqtalar belgilab oldi, qo'yib, tortib, burchak hosil qilib, mana e'tibor bering, xohlagan nuqtaga qo'yish imkoniyatiga egamiz. Mana qo'ydik, mana e'tibor bering, mana qo'yyapmiz va burchaklarni o'zimiz egib, to'g'ri chiziqni ham aylana holatiga keltirish imkoniyatiga egamiz. Qalinligi 6 bo'lganligi uchun 6 qalinlikda chizib beryapti. Hop, davom etamiz. Demak, keyingi chiziqlarimizga o'tishni boshlaymiz. Hurmatli tinglovchilar, demak, e'tibor bering. Bu boshlang'ich, demak, ixtiyoriy rasmlarni chizish yoki ularga shakl berish jarayonida qo'llanadigan ko'rsatkichlar hisoblanadi. Rangni almashtirdik, sabab birinchi nimalarimizga nisbatan boshqacha ranglar tanlab olamiz va yorqin ranglardan foydalanib, mana aylanalar hosil qilishni ko'rib o'tyapmiz. Yoki to'g'ri chiziqni qandaydir burchak ostida egish yoki shakldan o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz. Demak, e'tibor bering, mana xillashtirdik, mana 5 ga olib chiqdik va birinchi chizishimizga nisbatan ikkinchi chizishimizda ham qalinligi oshdi. Demak, bu kataklar soni 5 taga yetdi. Tozalab tashlab, mana boshqatdan chizyapmiz. Mana e'tibor bering, o'zini xohlagan burchakka egish imkoniyatiga egamiz. Mana qarang. Mana egilish burchagiga, demak, bu yerda o'ng tomonda sichqonchani ezganimizdan keyin qo'yib yubormasdan turib, ma'lum burchak ostida bukib olish imkoniyatiga egamiz. Xo'p, hurmatli tinglovchilar, bugungi birinchi darsimiz shulardan iborat. Qolgan keyingi darslarimizda ham ularni mana shu belgilar bilan ishlashni davom etamiz. Bizni kuzatib boring va bizga a'zo bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.